Assalomu alaykum hammaga. Mana bu soatiga 500 litr beradigan 3 bochka full variantdagi suv filtrimiz bo'ladi. Buni ustanovka jarayonlari tugadi. Bu Koson shahrida klinikaga qo'yilgan filtrimiz bo'ladi. Bunga ultrafiolet ham qo'shimcha qilib qo'yib berganmiz. Ultrafiolet lazer qulayliklari bunda prozrachniy kolba, ko'rib turasiz, nima bo'lyapti, qorayaptimi, boshqa bo'lyaptimi, membranaga o'tib ketib to'ldirib qo'ymasligi uchun mineralizatsiya. O'zgacha filtrlarimizdan bo'ladi bu ham. 1 soatga 500 litr beradigan, klinikaga qo'yilgan skvajinadan olib filtrlaydi. Bu yerdan chiqadigan suv. Kimga shunaqa filtrlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Sanoatni har bir jabhasida suv filtrlarimiz bor, xudoga shukr. Mana bunisi klinikaga qo'yildi. Koson shahrida katta klinikaga qo'yilgan. Samboykaga, suv biznesiga hamma turdagi suv filtrlarimiz mavjud.